Top 5 da 2025-yil oxiriga kelib, dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan avtomobil brendlari. Birinchisi sizni aniq hayron qoldiradi. 5-o'rinda o'rta miqyosli sedan, bozorda o'zini reyting bilan ajralib turgan Kia K5. Taxminan 373 mingtadan oshiq sotilgan. 4-o'rinda ayniqsa AQShning bozorida eng ko'p sotilgan pikap Ford F seriyasi. Taxminan 411 mingtadan oshiq sotilgan. 3-o'rinda Toyota RAV4, crossover segmentida eng ko'p talabga ega bo'lgan avtomobil. Taxminan 498 mingtadan oshiq sotilgan. 2-o'rinda biz hammamizning ko'nglimizdan joy olgan Toyota Corolla, ayniqsa sedani. Umuman почти buzilmaydigan mashina deb aytsam bo'ladi. Taxminan 544 mingtadan oshiq sotilgan. Gap yo'q. Va birinchi o'rinda internetdagi statistikalarga qaraganda 2025-yilda eng ko'p sotilgan avtomobil bu Tesla Model Y. Taxminan 581 mingtadan oshar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz nima deb o'ylaysiz? 2026-yil oxiriga kelib eng ko'p sotilgan avtomobil qaysi brendga tegishli bo'lishi mumkin? Fikringizni pastki izohlarda qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.